Assalomu alaykum. Ustoz shogird loyihasiga xush kelibsiz. Bizi bankimizga mana shu agar shogirdlar mana shu yangi olgan xodimlar protsessga tezda kirishib ketsa, ular unumli bo'lib, rezultatlari ham tezda bo'ladi. Mentor bu yangi xodimning kompaniyaga ishga moslashishiga, erkin his qilishiga, korporativ madaniyatni tushunishiga va ish jarayonini o'zlashtirib yuritishga yordam beradi. Mentorlik muhim tajribani saqlab qolishga va asosiy mutaxassislar ketganda bilimlarni yo'qotmaslikka yordam beradi. Tajriba almashish orqali xodimlar yangi usullarni o'rganadi, ko'nikmalarni yaxshilaydi va malakasini kengaytiradi. Bizga nima kerak? Yaxshi rezultat beradigan, yaxshi loyihalarni kiritadigan, mana shunaqa o'zini tezda protsessga kirishib ketib, kim nima bilan shug'ullanishini, kimga qanday borib gaplashishini, madaniyatini, kulturani o'rganadigan ustozlar bo'ladigan bo'lsa, bizning yoshlarimizga ham bu oson bo'lsa kerak deb o'ylayman. 100 yildan oshiq tarixga ega bo'lgan bankda ustoz mavqega ega bo'lish bu juda ham katta marralarning bittasiga ega bo'lish. O'shandan kelishgan holda shu yo'l bilan o'rgatib, kelgusida o'sha inson turmushi juda yaxshi, bilimdor, qo'shadigan inson sifatida yaratish. Ustoz deb nomlanish mumkin, lekin haqiqatda bu ustozlikni mavqega ega bo'lish juda ham murakkab. HR buyuk yutuqlar sari birgalikda.